Assalomu alaykum shumbala obunachilari. Mana bugun Abbos xo'ja ukamizdan oldik keldik. Qachon kelar ekan? To'g'risini kutdingizmi, kutmadingizmi? Kutdim. Insofi bordir, vijdonlik yo'q ekan. To'yga borganman. To'g'risiz ham bo'ladi. Nima aka endi bo'ladi? Bitta informatsiya berib Bu keting. Toshqo'r chaqchuqladi, shu o'zimizning milliy brend shumbolada. Mana men bu chaqilgan sizga yoqadi, mazza qilib. Testosteron ko'targan. Ha, o, kalkrasiz bor. Nima men bor? Menda normalniy cho'tki hammasi. Bo'ldi. Endi hammamiz bor. Erkaklarga mos, erkaklarga xos deydimi? Ochib tashamaylik, men bollalarim ochilgan ekan deydi-da. Ochib olasiz-da, nima ko'rib qo'ying. Sizga просто yemaymiz xotirani. Ye bu ichida mazza qilib, udobniy qilib qo'yganmiz. Hamma do'konlarda bormi? Ha, xudo xohlasa O'zbekiston hammada do'konlarga tarqatyapmiz hozir. Respublika Qirg'izistonga ham chiqardi u. Endi to'g'risini ayting, bu kimni brendi bu? Kim? Mana shunday edi, o'shaning nomi qo'yilgan. O'shanga. Hozir videoga olinyapti, bitta narsa olib olayda, tugab qoladi-yu. Yo'q, bo'lmasa to'xtating videoni. Любой payt. Любой payt alo aka deyin, sразу yetkazamiz. Agar shu joyga kesib yuborilgan bo'lsa, qarang. Biz shundoq qo'yamiz. O'zgartirmasa, mana kuzatayotganlar biladi. Rost akasim, juda ko'p blogerlar reklama qilganda ko'rib, ozgina voy, kimga buni tegida o'zi, qachon kelar ekan menga deb turuvdim. Mana nasib qilgan ekan keldi. Tuzroq narsa so'rasam bu, boshqa so'rasam bo'lmaydimi dedi. Aka gapni so'rasangiz ham shu darajaga ham bizneslaringiz zo'r bo'lib ketsin aka. Rahmat. Alloh rivojini bersin, barakasini bersin, xayrlisini bersin. Zo'r bo'lib ketgan aka. Gapi siz bizga birda beribsiz, Alloh sizga rahmat. Abbos ukam.